Xo'p do'stlar, bugun dunyoda va O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlar haqida to'xtalib o'tamiz. Aynan O'zbekistonda Buxoro hokimining qilgan qilig'i va tahdidi haqida to'xtalib o'tib, Isroil Eronga hujum qilish sabablari haqida to'xtalib o'tamiz. Bu bog'chani territoriyaga kirganlarni hammasini huquqiy dokumentlarini ko'tarasan. Yo'g'ini hech kimga eshitmasdan mo'min buzasan, hech kimni sut-put demasdan buzib tashlaysan. Bugunni o'ziga buzib tashlaysan. Narsa ichidagi odamni ko'mib tashlaysan kuchotsa. O'zlarini sut-put deb hammasini erkalatgani. Orqadan eshik ochganni, hujjatini ko'rasan uni. O'rtoq nachalnik, siz yestdan oldin viloyat hokimi kelyapti, kecha ham men kuzatdim. Bemalolroq bo'lgansizlar butunlay shaharda. Bugun ham bu yerda ahvol hamin qadar. Bu videoda tushunishim bo'yicha aynan bog'cha hududida boshqa insonlarni, boshqa fuqarolarni yerlari bo'lgan, lekin bu yerdagi huquqiy hujjatlari to'liq, aynan o'sha fuqarolarni hujjatlari to'liq emasligi menimcha ma'lum bo'lmoqda. Viloyat hokimining buyrug'i bo'yicha bu yerdagi yerlarda hujjati yo'qlarni butunlay buzib yuborishligi to'g'risida fikr bildirib o'tmoqda va bundan eng yomon, eng achinarlisi bo'lsa, viloyat hokimi aytmoqdaki, ichidagi odam bilan qo'shib buzib tashlanglar, kerak bo'lsa ko'mvoringlar ularni ham deb buyruq bermoqda, tahdid qilmayapti, buyruq beryapti. Haqiqatdan ham juda ham achinarli video. Xo'p, konstitutsiyaga ko'ra fuqarolarning mol-mulkini, yerni, mulk huquqini faqat sud qarori asosida olib qo'yish mumkin. Ya'ni bu yerda sudsiz hech qanday buzish qonuniy emas. Lekin hokimning aytishi bo'yicha biz bu fuqarolarni juda ham erkalatib yubordik. Sudga har doim murojaat qilib, shu sababli bizvoringlar sudga ham murojaat qilib o'tirmanglar demoqda menimcha. Va bundan tashqari viloyat hokimi ichidagilari bilan ko'mvoringlar deyishi bilan bu yerda tahdid qilmayapti, balki buyruq bermoqda. To'g'ri, endi bo'rtirib buyruq berayotgandir, lekin bu buyruq tildan chiqmoqda. Yana bu mansabdor shaxsi tilidan chiqmoqda. Bu juda ham achinarli holat va agar shunday bo'ladigan bo'lsa, albatta jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak, to'g'rimi? Buni albatta yuristlar yaxshi biladi, bu to'g'risida aniq ma'lumotga ega emasman. Va qizig'i yana bir chatda o'qib qoldimki, bu hokimni Buxoro amiri deb nomlashibdi. Juda ham qiziq holat. Aslida hokimlar xalq xizmatkori bo'lish kerak-ku. Mayli, nima deymiz, to'g'rimi? Davlat xizmatida qolish yoki qolmaslik masalasi gap so'z bo'lishi mumkin emas menimcha. Bunday shaxsni albatta davlat xizmatida ushlab turishni o'zi menimcha xavfli bo'lsa kerak. Boshqa nima deya olaman? Biz davlatimiz rivojlanishi uchun, taraqqiy topishi uchun bunday holatlarga befarq bo'lmasligimiz kerak deb o'ylayman. Shu sababli ham aynan bu videoni chiqardik. Sababi ogoh bo'lishimiz uchun, boshqalarni ham ogohlantirishimiz uchun, o'zimizni fuqarolik huquqlarimizni himoya qila olishligimiz uchun. Xo'p, dunyoga to'xtaladigan bo'lsak. Bugun 13-iyun kuni Isroil Eronga hujum boshladi. Xo'p, nima uchun desangiz, to'g'ri savol bergan bo'lasiz. Sababi Global atom energiyasi agentligi Eronni 20 yil ichida ilk marotaba yadro kelishuvlarini buzganligini e'lon qildi va bayonot berdi. Bu nima degani? Bu bayonot nima degani? Eron yadro faoliyatini tezlashtirdi degani. Ya'ni atom bombasiga yanada yaqin qoldi va bu faoliyatni yanada tezlashtirmoqda degani edi bu bayonot. Va shubhasiz Isroil bundan qo'rqib ketdi. Ayniqsa Netanyahu bundan qo'rqib ketdi. Isroil esa bu yadro faoliyatini to'xtatish uchun katta bir operatsiya tuzdi va bugun aynan Eronga hujum boshladi. Katta bir operatsiya bu. Isroilni aytmoqchi bo'lgan gapi shundaki, siz Eronni bu yadro faoliyatdan diplomatik holatda to'xtata olmas ekansiz, biz hujum qilish orqali, biz kuch orqali to'xtatamiz deb fikrlamoqda. Ya'ni rostdan ham Isroil Eronni kuchayib ketishidan qo'rqmoqda va mana shu holatida uni to'xtatish harakatida. Xullas, Isroilning bu qilig'i yengil emas. Bu ishini Iroqqa ham, ya'ni Saddam Husaynga ham qilgandi. Saddam Husayn o'z davrida yadro reaktorini Fransiyadan sotib olgandi
Fransiyadan sotib olgandi va butun ommaga jar sochgandi o'sha paytda. Isroil aytgandiki, mana Saddam yadro harakati, yadro faoliyati ustida ishlamoqda, atom bombasi qiladi deb hammaga omma qilishni boshladi va yadro reaktorini o'zini raketalari bilan yo'q qildi Saddam Husaynni. Va bundan keyin Saddam Husayn juda ham qattiq jahli chiqdi. Sababi hech qanday atom bombasi yoki ommaviy qirg'in quroli qilish niyati, ya'ni chiqarish niyati yo'q edi Saddam Husaynni. Faqatgina atom elektrostansiyasini qurishni niyat qilgandi Saddam, lekin bu shuncha xarajatni Isroil bir pul qilib raketasi orqali Saddam Husaynni yadro reaktorini yo'q qilgandi. Saddam Husayn esa bundan juda ham qattiq jahli chiqdi. Bundan keyin qasam ichdiki, Isroilni yo'q qilib yuboraman. Ya'ni yer yuzidan Isroilni yo'q qilaman deb o'sha kuni qasam ichdi. Bundan keyin Saddam 42 ta Skud raketasi Isroilga qarab otdi. Isroil esa yana Quddusda mana shunday mojarolar amalga oshirgandan keyin Saddam yana tahdid qildiki, aytdiki, agar Isroil bilan Iroq davlati qo'shni bo'lganda allaqachon Isroilga kirgan bo'lardim dedi Saddam. Bunday harakatiga nisbatan. Va bundan tashqari shularni aytib o'tib ketdiki, butun arab davlatlari o'z qilichlarini chaqlasinlar, Isroilni yo'q qilamiz deb butun ommaga chiqdi. Ya'ni Isroilni yo'q qilish niyatini ilgari surdi va bu albatta bu tahdidlar Isroilni juda ham qo'rqitgan. Doimo Isroil Saddamdan qo'rqardi va shu sababli ham mana shu ham balki Saddamning yakuniga aylandi va Amerika kirib keldi. Amerika kirib kelib Saddamni ag'darib uni yo'q qildi. Qisman bu yerda Isroil omili ham bor edi. Isroil doim qo'rqqaniga o'zi birinchi bo'lib hujum boshlagan va ommaga jar sochgan. Mana shunday davlat. Hozirgi holat ham xuddi shunday. Erondan atom bombasi qilishdan juda ham qo'rqib ketmoqda, xuddi Saddamdan qo'rqqani kabi va shu sababli ham hujum boshladi. Ana o'sha 100 yil oldingi ssenariy deymizmi, yana qayta takrorlanmoqda desa ham bo'ladi. Ya'ni tarix qayta takrorlanmoqda. Aslida mana bu Netanyahuni qilayotgan ishlari haqiqatan ham insoniylikdan emas. Hech qaysi bir davlat to'xta deya olmayapti. Hech qaysi bir kuch to'xta deya olmayapti bunga. Bu jonivor ham, bu maxluqni ham hech to'xtash niyati yo'q aslida. Hozir qaraydigan bo'lsak, Falastinda hech qanday elektr toki yo'q. Ya'ni elektrsiz holat va shu sababli ham aholi toza suvga muhtoj. Hattoki suvsizlik juda ham katta keng tarqalgandan toza suv yo'qligidan ba'zi aholilar o'lmoqda. Non, suv asosiy ehtiyoj yo'qligidan tashqari hattoki siz tibbiy jihozlar yoki bo'lmasa tibbiy dorilar, hattoki chaqaloqlar tagliklarini ham Falastinda topa olmaysiz. Tasavvur qiling, normal kasallikka chalingansiz, qutulish imkoniyatingiz bor, lekin Falastinda emas, chunki Falastinda tibbiy imkoniyatlar yo'q. Aholi mana shunday ahvolda yashamoqda. Va buni sababchisi kim? Bitta, albatta Netanyahu. Albatta faqat Netanyahu emas, albatta to'g'riroq ikkinchi maxluq bo'lgan mana bu akasi ham bor. Akasi bilan birgalikda ko'ngillari tusagan ish qilishyapti. Menimcha hayotimda birinchi marta bir insonni suiqasdda o'lmaganiga afsuslanmoqdaman to'g'risi. Bu aynan Tramp. Albatta kimdir bu ikkisini to'xtatish kerak, chunki bular haqiqatdan ham dunyoni qorong'ulik tomon olib bormoqdalar. Xo'p, endi nima bo'ladi? Eronning ahvoli nima bo'ladi deyishinglar mumkin. Albatta bu Eron uchun juda katta xavf deb bo'lmaydi Isroilni. Sababi bilasiz, Eron eng qadimiy davlat, madaniyati jihatdan ham, tarixi jihatdan ham butun dunyo davlatlarining ichida eng qadimiysi bu Eron hisoblanadi. Shuncha kuchli imperiyalar kelib Eronni bosib olishdi, lekin ularni yo'q qila olgani yo'q. Misol uchun Makedoniyalik Aleksandr kelib bosib oldi, lekin u hech narsani qoyillatgani yo'q. Makedoniyalik Aleksandr imperiyasi yo'q bo'lib ketdi. Hattoki Chingizxon kelib Eronni yo'q qildi, lekin baribir Chingizxonning imperiyasi ham yo'q bo'lib ketdi, lekin Eron hali hanuz turibdi. Eron hali hanuz tirik. Lekin endi qurilgan Isroilni albatta yo'q qilsa bo'ladi.